Assalamualaikum, kanalına yaxşımı. Men bugün şeker pirani qilmoqchidim. O'rta qashqim keldi, balalarım bilan yani. Aldı bilan men quruq kelgan qachamga mana 4 tal tuxumni chekib olaman. Mana 4 tal tuxumimni chekdim. Bunu tutam bilan. Endi men qizim bir stakan shekarni to'kib, qo'yib aralashtiramiz. Ha qizim. Siz mi qo'yamsiz? Tamam, keling billah qilaylik. Siz qo'ying endi. Mana biz tamam kızım, şekerni sap buldum. Endi men 1 stakan süt, sostikini kullansam buldu. Anadan keyin 1 stakan sumay. Olanımı balam ko'chib atadi. Birga qilyapmiz balarimni. Ügensin deb qizimni, bek amroq balarim. Endi men un açqay. Mana unimni istakan o'lchimini qilaman. To'plam meni qilib bo'lgandan keyin men istakan un ketdi deyman. Hozir bir paket kabartma tuzi döküman, aralashtirib. Asosan 4 istakan un ketdi deb o'ylayman. Bularni aralashtirib bo'lib, amandan keyin deymiz sizlarga. Endi oxirgi kelgan joyda men paloq bilan xamirimni bir nima qilay. Hozir 4 istakan un ishlatdim. Mana bu holatda, bizning saqlashmoqdagi holatda xamirimiz tayyor bo'ldi. Men buni toplam sal qulog'ini chaqishganlik uchun yana azroq un qo'shib etdim. Toplam 5 stakan un bo'ldi. Normal. Bek cho'q emas, normal suv istikanda 5 stakan un kullandım. Endi bu 5-10 minut turg'izay. Endi bizning xamirimiz tinib bo'ldi. Men buni qattiq etib bir oklava yordamıyla, yani no'g'ush bilan nepiz olatdi. Nepizdim. Mana bu holatni qildim. Mana nepizligim shunchalik bo'ldi. Qalin nepizligi, baq qalin qilishni hojat yo'q, chunki fırınga kirgandim yana. Kabartma tuzi bo'g'achqa o'ylab chiqadi. Men bu yurak shaklini qo'llandim, gul shaklini qo'llandim. Mushuningda shakl chiqarib qilib oldim. Tarafdan. Bu chiqib olgan mana bu shaklda bo'ldi. Buni men shekarimga chilab keyin cho'malib ketdi. Bu shaklda fırın o'tida sana bo'ldi. Oldin ham mana bu shaklda men qo'limdan chiqib qoldi. Taksiga tizib olamiz hammani. Ko'rdim shu shaklda qilib oldim hammasini. Aldım istab olgan 180 gradusda 20 minut pishirib olsak bo'ldi. Buningga masalan mig'iz qilsam bo'ldi ustiga. O'zimni xalqini qildim, men shekar qildim. Shekar pirani qilganim uchun 180 gradusda 20 minut pishib chiqishini saqlaylik. Mana 180 gradusda pishib yotdi. Az qoldi. Mana bizning shekar piranimiz pishib chiqdi. Sarmay bo'lmasimi, ya'ni biz teriyog' bo'lmasimi shekar pirani qila olamiz. Men hozir qachig'i tizaman. Mana bu holatda bizning shunday cho'rik bo'lgan. Mana shekar piranimiz tayyor bo'ldi.